Ba'zan inson bir safarga chiqadi va bu safar uni o'zgartiradi. Qishloq xo'jalik sohasida texnologiya kundan kunga rivojlanib borayotgan bir vaqtda yuqori darajadagi sifat nazoratini o'z ko'zimiz bilan ko'rish maqsadida bir guruh o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan Germaniyaning eng ilg'or korxonalariga sayohat uyushtirdik. Bu orqali har bir jamoa a'zolari eng ilg'or zavodlar, zamonaviy texnologiyalar va ishlab chiqarish jarayonlari bilan to'g'ridan to'g'ri tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Toshkentdan Myunxenga uzoq parvoz bo'ldi. Germaniyaga yetib kelganimizdan so'ng Raiffeisen vakillari bilan 6 kunlik safar rejasiga ko'ra birinchi kuni Fendt korxonasiga, ikkinchi kuni Silokin korxonasiga, uchinchi kuni Raiffeisen Waren markaziy ofisi va Weidemann korxonasiga, 4-kun Amazon korxonasiga va turimizning 5-kunida esa Agritexnika 2025 xalqaro ko'rgazmasiga jamoa bilan sayohat qildik. Birinchi kun Marktoberdorf shahri, Fendt korxonasi. 1930-yilda hali juda ko'p joylarda otlarda, omochlarda, dalalarda yurgan paytda germaniyalik bu Fendt motorda ishlab yuruvchi traktorni ixtiro qilgan. Shu uchun ham Yevropada Fendtni motorda ishlovchi traktorlarning otasi deb hisoblashadi. Raiffeisen Waren jamoasi bilan ko'ryapsizlar, jamoa ekskursiyaga kirib ketyapti. Bugun sizlar bilan Fendt zavodiga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu zavodning kirishi, bugun kirishimizdan bizga tarixlar namoyish etiladi. Bu yerda butun boshli yaratilganidan boshlab ishlab chiqarish traktorlarining joyidan boshlab to bugungi kungacha yetib kelish tarixi va ularning qadriyati, bugungi kungi qiymatlari haqida muloqotni suhbat bo'ladi. Fendt do'koni o'zini targ'iboti sifatida klublari bor. O'sha fan klublari uchun, shuni yaxshi ko'rgan jonbozlar uchun texnikalarni ishlatadigan tadbirkorlar, ularni yoshligidan qaranglar, yoshligidan kelib, men sizga fakt aytaman. Mana bu farzandlarni yoshligidan boshlab Fendt brendi ostida mana bu bolalarning qiziqishini o'rganib, bog'chada yo'q. Ularda o'sha kichkina traktorchilar bilan uje tayyorlab boradi. Soldatda mana realni o'zi. O'sha haqiqatan ishlaydigan, yuradigan mahsulotlari shu yerda sotiladi. Bu bepulga bermaydi, eng qizig'i. O'sha Fendtni ishlatayotgan qadriyati shunaqa bog'liqki, avloddan avlodga shu korxonaga sodiqligi ham o'tib keladi. Demak, yoshligidan boshlab, bolaligidan boshlab Fendt brendi ostida ular o'rgatishni boshlaydi. Mana qaranglar, munosabat. Bunaqa marketing, bunaqa reklama qiladiganlarni prosta marketologlarga qo'yib qo'yish kerak. Va qolaversa, mana juda ham ko'plab kiyim, kurtkalari, boshqa hamma narsalar ana shu yerda mavjud. Esdalik sovg'alari albatta kelgan mehmonlarga o'tara mana. Imennoy sovg'alari, kepkasi nima qilingan, logotipi tushirilgan sumkasi, kepkalari, keraklikda ichida bor, narsalar bor. Bu yerda turli xil ma'lumotlar beriladi. Bunaqa traktorlar. Brilog. Zo'r. O'rtoqlar mana maxsus joy qilib qo'ygan. Bu qanaqadir restoran emas, bu Fendt zavodining ichidagi ovqatlanadigan joylar. Mehmonlarimiz sekin-sekin kelishyapti va mana shu joyda bitta fakt bor. Shu zavodning o'zida 4,5 ming inson ishlar ekan, 4,5 ming kishi. Har bitta hududlarda o'zi mana shunaqa maxsus oshxonalar qo'yib qo'yilgan. To'g'ri, tavsiya etmaymiz. Endi bu bilasizlar, Bavariya hududi bemalol ish vaqtida ham pivo ichsa bo'lar ekan. Orqani bitta aylantirib ko'rsatib qo'ying, mayli ko'p ko'rsatamiz. Mana shu joylarda o'tirishadi va xohlagan vaqtda pivolarni olib ichib bemalol mumkin ekan. Prosta jest ularga mana bu yerda taomlar tayyorlashdi. Bizga ham taomlar olib borib berishdi. Bizga ham o'ziga xos yaxshi taomlar tayyorlab berishdi. Maxsus joy ajratishdi. Jamoa bilan yaxshigina obed qildik. Zo'r bo'ldi, yaxshi kayfiyat bo'ldi. Bunaqa munosabat, bunaqa e'tibordan keyin albatta har qanaqangi insonni bunaqa jamoat bilan jamiyatda ishtirok etishisi, bular bilan ishlagisi keladi. Bu ham bir qadriyatlarning bir qiymatli bitta elementi deb o'ylaymiz. Ikkinchi kun Titmoning shahri, Silokin korxonasi. Hozir navbatdagi lokatsiyamiz. Germaniya kichkina shaharchalari, qaranglar, qanaqa zo'r. Mazza qilyapsiz ko'rib. Va shunaqa bahavo go'zal joyni shunda orqasida qaraymiz. Raiffeisen Waren jamoasi bilan va mehmonlarimiz bilan tashrif buyurdik. Mana ko'ryapsizlar. Endigina tushib, hamma o'ziga kerakli bo'lgan anjomlar bilan qurollanib, hozir ofisga kirishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bugun chorvadorlar uchun g'oyatda manfaatli bo'lgan uskunalar ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan tanishamiz. Georg Mayer ismi, familiyam, Silokin kompaniyasining xo'jayini. Meine Frau Margarete. Men turmush o'rtog'im Margarita. Turli xil savollar bo'lyapti, o'zaro muloqotlar yordamida o'sha bizni O'zbekistonda yo'q bo'lmagan
qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishyapti. Keyingi bosqichimiz prezentatsiyalar tugagandan keyin zavodga tashrif buyuriladi va u yerda mana shu orqamizda turgan ajoyib mashinani ishlab chiqarilishi, texnik jihatlari, ishonchliligi va xavfsizligi qay darajada ta'minlanganligi haqida bir-biridan ajoyib ma'lumotlarni zavodda to'g'ridan to'g'ri olib, nafaqat o'zlari, balkim ushbu tashrif buyurgan mehmonlarimizga O'zbekistondagi hamkorlarga ham yetkazish imkoniyati bizda bo'ladi. Juda ham ajoyib, davom etamiz. Azar ichkarida Raiffeisen Waren jamoasi prezentatsiyalar o'tayotganda Aleksandrni iltimos qildik. Aleksandr, tashqarida nimalar bor desak, bitta ko'rsat mana bularni. Tashqarida ham bir nechta showroomda to'g'ridan to'g'ri ko'rish mumkin bo'lgan uskunalar bor. Endi hozir so'zni Aleksandrga beramiz. Aleksandr qisqacha mana bu mashinalar haqida aytadi. То, что вы сказали, можете повторить, и мы... Мы сейчас находимся в 2 километрах от завода в нашем центре обучения. И здесь у нас небольшой склад. Вы видите, что здесь всего несколько машин, которые в свободной продаже. Все остальные машины у нас делаются специально под ферму, под те условия, которые sуществуют на конкретной ферме. Juda ajoyib. Demak, bu showroomda turli xil mashinalar qo'yilgan. Bu yerdan bir qancha maydon naryoqda, demak, boshqa mashinalar joylashtirilgan. Bu yerda ma'lum birlarini olib kelib qo'ygan. Здесь вы видите одноштековые машины. Здесь, например, 14 кубов. Это около 5 тонн за один замес. Дальше вы видите уже машину побольше, это 30 кубических метров, у нее уже 2 шнека, то есть мы можем 10 и даже 12 тонн с такой машиной замешивать. И вообще в нашей палитре продукции есть машины до 45 кубов, то есть за один замес 15-18 тонн можно замешать и раздать. 45, bu juda ham katta объем, o'rtoqlar. Bu 3 ta shnek, tam bu 3 shnek. Там 3 шнека. Bu yil agrotexnikada bu ko'rgazmada ishtirok etadi deyapti. Ya'ni Silokingda eng katta yangiliklardan biri bo'ladi. Azar ko'rdinglar, kelinglar, mana bu yerda ko'ryapsizlar. Juda ham ko'pchilik savol beradi bunga. Siloking bu Xitoyda ishlab chiqarilar ekanda dedi, lekin hozir Aleksandr aytdiki, yo'q. Bu Xitoyga yuboriladi. Bizdan u yoqqa ketadi. Shuning uchun bunda Xitoycha yozuv berilgan. Xitoydan hech qachon biz narsa olmaymiz, o'zimizda ishlab chiqarish deb taklif etdi. Haqiqatda to'g'ri, biz zavodga borganda biz o'zimiz ham buni guvoh bo'lishimiz mumkin. Juda ham ajoyib. Somonni 15 metrga yoyib bersa bo'ladi va o'ngga, chapga to'g'ridan to'g'ri yem berish imkoniyatlari bilan, demak, bu yerda turli xil konfiguratsiyada deymiz. Вот konfiguratsiyada bor. Bu demonstratsiya uchun qo'yib qo'yilgan. Yana noto'g'ri tushunmaysizlar. Har kelganda bularni ko'rsatib turadi. Самоходящий. Вот их надо возить что-то трактором. Это с трактором работает, а это самоходная машина один во всем. То есть вы загружаете, мешаете, раздаете одной машиной. Но у нас будет, я буду сейчас презентацию делать по самоходам. Ее я рекомендую снять, я покажу некоторые важные детали. Juda ham yaxshi. O'zi prezentatsiyada hozir ishtirok etadi. Taklif etyaptiki, sizlar uni tasvirga olinglar. Buni eng yangilari bor. Juda zo'r ma'lumotlar bor. Hali tesha tegmagan, hali sir bo'lib turgan ma'lumotlarni ham sizlarga taqdim etamiz dedi. Handarbeit. Wir bedanken uns auch ganz herzlich. Selbst war das aber so motiviert. Heute war der Tag, das uns auch, ich denke, gelungen hat, die Leute. Endi hozir buni samoxodnikiga qiziqyapmiz, nasib bo'lsa samoxodni olmoqchimiz. Uns hat sehr interessiert, das Selbstfahrer. Aleksandr bizga tushuntirdi, hali somonini ham do'p opsiyasi bor ekan. Maydalab tashlaydigan o'sha nimasiga odat. Denen hat er sehr gut gefallen, als Alexander Präsentation hat gezeigt, dass er Stroh, kann man auch Strohhäcksler mit, also E'tibor bering. Bizning yurtlarimizda juda ham noyob hisoblangan bitta voqeani ko'rib turibsiz. Siloking rahbari, asoschisi, multimillioner inson har bitta tashrif bo'yicha hamyurtlarimiz bilan yumushi borligi sabab o'zi shaxsan xayrlashib uzr so'rab chiqib ketdi. Endi faraz qiling, bizning yurtlarda shunaqa katta qiymatdagi insonlar bo'lsa, ular bilan munosabat qanaqa bo'lardi? Fikrlarni kommentariyada kutib qolamiz. Biz Kassel shahridagi Raiffeisen Waren korxonasining markaziy ofisidamiz. Bu yerda bizga bir necha boshqa Raiffeisen Waren korxonasiga O'zbekistondagi vakillari, Sanjar akamiz ham shu yerda qo'shilib oladi. Biz safimizga qolgan jamoa a'zolari ham shu yerda hammasi. Xudo xolasa bugun Raiffeisen korxonasini asli o'zi, ko'pchilik buni bank deb o'ylaydi, har kim har xilda juda ko'p savollar bor ekan. Barchasiga oydinlik kiritamiz. Hozir mana shu yerda ofisi, mana shu turgan joylari, ichkarida tuzilmasi qanaqa ishlar bilan shug'ullanadi, qanaqa bo'linmalari, umuman
jamiyatga qanaqa qiymat beradi, hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum Sanjar aka. Salomat. Sog'ligingiz yaxshimi? Kunlarga ham yetib Baraka toping. Salomatmisiz? Ishlarni yaxshimi? 1-2 yil avval boshlangan jarayon. Xudo xolasa o'shanda o'tirib gurunglashayotdikki, shunaqa ishlarni amalga oshiramiz deb. Qarangki, mana shu endi yaxshi niyat bo'lgan ekan. Bu yil juda ham xursandmiz, jamiyat jamoa bilan kelib ko'p joylarni ko'rib keldik, zavodlarni. Bugun nimalarni ko'ramiz, xudo xolasa? Bugun Xudo xolasa hozir mana Raiffeisen konserni bosh nimasi ofisdamiz. Bir 1,5-2 soat bu yerda bo'lib, biz bir tanishib, keyin Xudo xolasa Vaydaman zavodiga. Vaydaman. Juda yaxshi. O'ylaymizki, juda qiziqarli bo'ladi. Biz uchun juda ham ko'pchilik bank deydi, bu Raiffeisenni yaxshi tushunmas ekan. Bugun menimcha to'laqonli ma'lumot olamiz, ha? Xudo xolasa. Inshaalloh. Demak, qiziq bo'ladi. Endi Raiffeisen Warren kompaniyasining yuragi bu yer. Men qisqacha mana Sanjarbek Janibekni tanishtiraman. Shu inson sababli bundan bir 1,5 yil, 2 yil oldin shu masala ko'tarilgan. Chunki Raiffeisen Warren guruhi deyiladi o'zi. Raiffeisen Warren guruhi haqida men Sanjarbek o'zi batafsil gapirib beradi. Juda konservativ kompaniya, ya'ni faqat Germaniya bozorida ishlagan. Qo'shni bitta ikkita Yevropa davlatlarga ehtiyot bo'lib chiqqan, investitsiya qilgan. Lekin mana Sanjarbek sababli 5000 kilometr naryoqdagi O'zbekistonga katta investitsiya kiritib, biz uchun yangi perspektivli bozor deb shu qadam tashlanishiga eng asosiy sababchi inson. Chunki bu yerdagi rahbariyatni, o'sha top menejmentni o'sha nima bilan tushuntirish, ko'rsatib juda katta mehnat yotibdi. O'zbekistondan keyin bizda mana Qozog'iston ham ochildi filial yarim yildan keyin. Sanjarbek Janibekov hozir Raiffeisen Warren guruhida O'rta Osiyo bo'yicha boshqaruvchi direktor bo'lib ishlaydi. Avvalambor hammaga kattakon rahmat. Shu vaqt olib, shu taklifni qabul qilib kelib, mana zavodlarga kirish imkoniyati bo'ldi. O'zbekistondan birinchi mana shunday katta gruppa Germaniyaga kelib, har bitta zavodni o'zidan, ichkarisidan tanishib nima qilyapti. Vaqt olib kelganlaringiz uchun katta rahmat. Undan tashqari katta rahmat hammaga. Birinchi yil biz ish boshlaganimizda qo'llab-quvvatlab, shu birga nima deydi, qanday masala bo'lsa, texnika yo'nalishi bo'yicha, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ochiq nima qilib, shu masalalarni ko'tarib birga hamkorlik qilganlaringiz uchun rahmat. Demak, o'ylayman, hozir 2024-yil fevral oyida, 14-fevralda tashkil qilingan O'zbekistonda firma birinchi endi Yevropa ittifoqidan tashqaridagi birinchi qilgan investitsiyasi Raiffeisen Warrenni. Endi 1,5 yil remontga boshqaga nima qilgan bo'lsak, mashinalar kelishi, ish boshlanishi aktivni 1 yil bo'ldi. Endi 1 yilda shunday katta nima bilan, jamoa bilan O'zbekistonni qishloq xo'jaligi bo'yicha endi lokomotivi desa bo'ladi. Nimaga desa, barcha yangiliklardan xabardor, Yevropada nima bo'lyapti, nima o'zgarishlar qilsa bo'ladi, shularni hammasini o'zlaringiz ko'rib, O'zbekistonda qo'llab yuribsizlar. Endi baribir shu bizning niyatimiz, sizni ishingiz yaxshi bo'lsin, sizni hosilingiz, bizning hosilimiz. Shu biz bilan birga ishlaganingiz uchun sizni ishingiz boshqa nimalarga nisbatan bir qadam oldinda bo'lsa, bizni eng asosiy vazifamiz shu bajarilgan deb hisoblaymiz. 3 yil oldin ishlatilgan mashinalar, texnikalar bo'limida, bo'lim boshlig'i bo'lib ish boshlaganimda 1 yildan keyin bu kishi oldilariga chaqirib, shu O'rta Osiyodan ekansan, qanday, nima qilsa bo'ladi? Davay birga rivojlantiraylik deb shu investitsiyalarni ham hammasini nima qilgan, odobreniya qilgan shu kishi. Herzlich willkommen hier bei uns in Kassel. Hallo, Mario Soße. Tag. Hallo. Mario Soße, Ich freue mich, dass Sie die kleine Reise hier nach Deutschland machen und bei uns hier in Kassel anhalten. Sizlarni shu Germaniyaga sayohatingiz qilganingiz hamda Kasselga kirib o'tayotganlaringiz uchun sizlardan minnatdormiz. Wir sind ein sehr altes Unternehmen. Germaniya sharoitida ham ancha qadimdan kelayotgan kompaniya bo'lib hisoblanamiz. Bu yil 130 yilligini nishonladik. Bizda hozir kompaniyamizda 4 ta biznes yo'nalishi bor.
Germaniyada asosan katta investitsiyani Germaniyaga qilamiz, lekin mana o'sha qishloq xo'jalik texnikalari yo'nalishi bo'yicha ham biz dunyoning boshqa davlatlariga chiqishni boshladik. Biz mana 75 yildan ortiq vaqt davomida Fendt bilan hamkorlikda ishlaymiz va keyinchalik yana Valtrak qo'shildi va ular bilan biz birga o'sib ulg'aydik. Meni o'zim ham qishloq xo'jaligidan chiqqanman, hozir ham o'zimning fermam bor, qishloq xo'jaligim bor. Bu shu Kassel bilan siz bugun obeddan keyin boradigan Vaydeman joylashgan Ko'rbax shaharcha o'rtasida joylashgan. Boshqa davlatlarga chiqish g'oyasi buni bizga Fendt har doim so'rab kelardi. Boshqa davlatlarga ham biz texnikani sotish masalasini o'ylashganimizda, keyin o'sha paytda bir 10 yillar oldin Daniya davlatini reja qildik. Chunki men uchun bu deydi aniq bir tasavvur qila oladigan davlat edi. Biz tepamizda juda yaqin joylashgan Yevropa davlati. 2014-2015 yillarda mendan so'rashdi, Qozog'istonga chiqmaysan bozoriga deb. O'shanda men keyin nima qildim? To'xta, men birinchi o'zim bir borib ko'rishim kerak. Hozircha yo'q deb aytganman. Hozir bu kishiga aytyapman. Hozir bitta bo'lmasam gruppani a'zolari ham o'zini tanishtirsa, keyin nasib qilsa, balkim yakshanba kuni Vistivkada ko'rishib qolarmiz. 800 gektar yer bor. Asosan eksploatatsiya. Keyin qayta ishlash bor. O 120 tonna qayta ishlaguniga mahsulotlarni. Asosiy ishimiz shu chorvachilik va chorvachilik mahsulotlarini qayta. Fermerchiligimiz bor. Chorvachilikka ham yaqinda ochganmiz chorvachilik yo'nalishi bo'yicha. Dilshod Abdurayimov, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani. Vaqtda g'allachilik, chorvachilikka ixtisoslashgan 300 bosh molimiz bor. O'zbekistonga mehmon bo'lib borganda fermani ko'rsatganman. Juda xursand bo'lib, ma'qul bo'lib degan menimcha. Rayfaizim bilan kelajakda qolgan ishlarni davom ettiraveramiz. Assalomu alaykum. Ismim Otanazar. Qoraqalpog'iston hududidanman. O'zbekistonning Qoraqalpog'iston Orolbo'yi. Ko'p tarmoqli fermer xo'jaligimiz bor. Meni Germaniyaga kelishdan maqsadim ko'p tarmoqli fermer xo'jaligimizda kartoshkachilik va sabzavotchilik yo'nalishini ko'proq e'tibor berib shu yo'nalishdagi texnikalarni sotib olish. Bugungacha Raiffeisen Waren firmasidan aniq o'g'it tarqatish texnikasini sotib oldik. Maqsuda Abdullayeva, O'zbekistonning Xorazm viloyati Urganch tumanidagi Tomaris Nur chorva fermer xo'jaligini asoschisiman, ta'sischisiman. Faoliyatimizni 2017-yilda qurilish bilan 2018-yilda Germaniya davlatidan Goldstein Simmental zotli 433 ta mal olib kelganmiz. Hozirgi paytda sutni qayta ishlaydigan zavodni qurganmiz. Bu zavodni asbob uskunalari ham Germaniyadan olib kelingan. Hozirgi paytda 450 ta sog'in sig'irimiz bor. Raiffeisenning olgan texnikalarning to'g'risida o'zimning fikrimni aytib o'tchakman. Yana maydan beri ishlatib kelyapmiz. Bizda quruq dorilarni endi bizda nuri deb aytamiz uni. Oldin masalan Turkiyani nurisi bor edi bizda. Hozir nur texnikaning nurisi 10 kunda qiladigan ishini 3 kunda qiladi. Bundan keyin bize avtopilot o'rnatdik. Avtopilot o'rnatdıktan shu bilan bir günde mesela Limkin selkada buğdaymi, danlini ekadigan bo'lsak, bir 15 gektarni ekadi u. Bunda 38 gektarni mesela azanda 9'da başlap 4'e ekib bo'ldi. Yana bir xil tushdi. Shunday ko'kardi endi ulgurmadingizlar narsani. Undan tashqari puluklarni aldık. Bir pulukni aldık. Shunday puluk, yani evvelgi ekindan kalan statkalar bak, şunu 30-40 santimetr yerini tena taşak ketadi. Bu ham chirib o'g'it bo'ladi kana uchun. Yer shunday chiroyli bo'lib chiqadi. Keyin izinni ikkinchi pulukni aldık bize. Undan tashqari gerbisidlar, inseksidlar sapish uchun aprosfikatel aldık. Vam shunday gerbisidlar ham toshni sapadi. Hozir yaxshi ishlab turibdi, ajoyib. Inseksidni ham endi yana o'rgandik. Makka jo'xoriga уже 1,5 metr bo'lgan vaqtda kurtlar tushsa, zarar ko'randalar tushsa, уже 2 metrgacha diklanadi ekan. Aprosfikatel diklanadi ekan. Biza 1-2 agat Makka jo'xoridan geçib bemalol sap chiqishimiz mumkin. O'zimning fikrimni aytaman.
Bundan tashqari yana Silakingni, Kormarazdachkini ko'rdik, magnitlarni olib qoladi ekan. Bir simni yutsa, u mol bo'lmaydi ekan. Uni bo'yatish kerak, biraqatish kerak. Yana o'lchaydigan bir xil aralashtirishi, havo, quruq moddasini aniqlaydi. Bizda nelar sensorlar bor ekan. Shuning uchun hammangizga taklif etaman. Shu qarashu, masalan bizda traktorlar qimmat bo'lishi mumkin. Bu narsalari bizani namizda ish faoliyatimizdan juda katta yordam etadi. Shuni sizlardan texnikalarni, shu narsalarni olganim uchun men ish faoliyatimni o'tgan 2025dagi hosillarimni bir 15-20 kun burun yinglab oldim. Avval yurar edim, bir 20-25 oktyabrgacha sovuq uramay-ekan, natamakan deb yurdim. Uje men 10 oktyabrda hosillarni yinglab, hozir uje puluklarni urib, yerlarni tekislab turibman. Rahmat sizlarga, katta ekan. Vazirlar Mahkamasining agrar inspeksiyasida qishloq xo'jaligi texnikalarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlayman. Mening bu yerga kelishdagi maqsadim mana yangi kompaniyalar, sizning kompaniyangiz tomonidan ulardan foydalanish samaradorligini o'rganish. Haqiqatan Fent kompaniyasi dunyodagi ilg'or kompaniyalardan biri, lekin bugungi kungacha ham O'zbekiston bozoriga kirmagan bu. Mani ismim Abduhamid. Biz Toshkent viloyati Chinoz tumanidan fermermiz. Hozircha bizda 600 bosh molimiz bor. Sut yo'nalishida основной, Gashtin zotli va Simmental zotli. Yaqinda yo'ldosh ekanlardan biz Silaking 18 kubali mikser oldik. Juda ham davolinmiz, rezultatlar bor. O'shaning uchun xursandmiz birgalikda ishlayotganimizga. Kelajakda ham davom etamiz. Kasselga taklif qildik, sabab bu yerga logistika tarafdan sal osonroq bo'lgani uchun. Men ham bu yerda rahbar bo'lishdan oldin bir 10 yildan ortiqcha shu sotish yo'nalishida ancha faoliyat ko'rsatdim va juda ko'p o'sha o'zimizning ustaxonalarni va o'sha joylardagi filiallarni juda yaxshi bilaman. Endi albatta bu sizlar ham keyingi nimalarda ko'rsatishdan juda qiziqarli bo'ladi sizlarga ham. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass wir zusammenarbeiten können. Und ich lade Sie recht herzlich ein, auf der Agritechnica unser Gast zu sein. Wir haben einen Stand und ich bin von Sonntag, Montag bis Dienstag da. Also ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Vielen herzlichen Dank und eine weitere gute Reise. Va'da qilganimizdek, Qo'rbaq shahridagi Vaydeman korxonasiga yetib keldik. Сейчас сразу начнем, потом вернемся, там у нас кофе, там у нас... Почему так много? Потому что, в принципе, это часть сезона. Машин заказывают всегда на осень больше. Какие-то машины еще просто не успели клиенты забрать. Вот. Но наш план такой, чтобы плюс-минус эта площадка была расчищена. У вас один вопрос. Два цвета, красный и желтый? Да, да, очень правильно замечено. Желтые — это машины, которые имеют бренд Wacker Neuson. Wacker Neuson. То есть это машины, которые идут в строительное направление. Это стройка. Может быть, частично коммунальное направление. Вот. Но в первую очередь это стройка. Красные машины — это именно бренд Weidemann, мой работодатель. Вот. И Weidemann — машины, которые большей частью идут в сельское хозяйство. Вот дальше, получается, у нас идут кабины. Вот кабины — это кабина для колесного погрузчика. То есть это такая, наверное, одна из самых фишек Weidemann, особенностей Weidemann, да? То есть у нас максимально широкие, комфортные кабины. Вот. Чтобы дать возможность оптимально работать, хорошо видеть, visibility, да, как мы это называем. Вот. Здесь иногда устанавливается с этой стороны бокс, вот, куда можно там, что-то положить. По-хорошему, этот бокс может вынести 70-80 килограмм. Да? То есть мы не говорим, что это второе место, да? Но как бы по факту, особенно если кто-то пользуется Weidemann. Самые маленькие машины размером как? Самая маленькая шириной 85 сантиметров. 85? Да. Высота 1,60 м. Есть даже с открывающейся кабиной, типа кабриолета, да, то есть можно на 1,30 м, но тогда надо, соответственно, нагибаться. Buni qaranglar, Weidemann eng bir ixchamgina, meni bo'yimdan ham past kabinalari bor.
Mana bu yerda bo'lsa Kasimsotga o'xshaydi. Biz yoshligimizda Kasimsot dedik. Bunaqasi qurilishlarga chiqadi. Zavoddan hozir chiqqan. Orqamizda zavod. Mana shu hozir kirib chiqdik. Qanaqa yig'iladi, qani yerda hammasini ko'zimiz bilan ko'rib, sifat darajasini ko'rib chiqdik. Mana bu yerda hozirgina yaqinlarda vaqtlarda chiqqanlari ham bor. Avval qo'yilgan, uzoq 2-3 kunda savdo tarmoqlariga tarqab ketar ekan. Juda katta bahaybat mashina ishlab chiqarmaydi bu korxona. Mana ko'ryapsizlar, ixchamligini. Mana shu ixchamligida. Odam bo'yida shundoq kirasizlar. Mana bitta oldidan ham aylantirib o'tgan, mana ko'ringlar. Bor yo'q mana shu o'zi. Bilasizlar, juda kichkina hududlarda bunaqa kirolmaydi katta texnikalar. Mana bular o'sha joylarga kirib juda zo'r ishlarni bajarib berish mumkin. 4 ta balonni ham har tomonga qiladilar ekan. Xohlagan ishini qilib berar ekan. Juda ham manevrni. Manevrni shunaqa zo'r qiladi bular. Liboy kichkina joydan ham shunday burilib aylanib ketaveradi-da. Mana shu texnikalarda ishlab chiqarilgan. Juda ham katta tarixga ega. Raiffeisen Varin jamoasi bilan bugun ofislarga kelamiz, tarixni o'rganamiz, qiymatlari qanaqa bo'ladi, sifati qanaqa, ya'ni servis ko'rsatish xizmatlari qanaqa bo'ladi, hammasini o'rganib ko'rib, 26-yildan boshlab mana shu ko'rib turgan turdagi bir necha xil turi, ham qurilish, ham chorvachilik, qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha mahsulotlari O'zbekistonga yetib boradi. Nasib qilsin hammaga inshaalloh. Yaxshi niyatdamiz. Germaniyaning Korbach degan kichkina shaharchadamiz. Bu yerda dunyoga mashhur Weidemann degan kompaniya bor. Bu har xil turdagi qishloq xo'jaligi uchun pogruzchiklar, ya'ni yuk ortgichlar ishlab chiqaradi. Hozir ko'rdik, juda ham kichkina, ixcham, juda bir 3 ta 4 ta xil nimalari bor, pogruzchik turlari bor. O'sha biz mana olib borgan skladda ham, misol uchun 1 tonna 400 gacha yuk ko'taradi. Juda chorvada, buzoqlar turgan joyda, chorva ichida, tashqarida ishlab tor joylarda yurishga juda qulay. Keyin hozir yana ketyapti 3 ta mashina уже yo'lda. Keyingi bir 10 kundan keyin kirib borish rejasi bor. U teleskop pogruzchik, ya'ni unisi yonida xuddi strelasi uzayib chiqadi. Uni ham har xil nimalar 4 metr, 4,5 metrdan boshlab 9,5 metrgacha. Yuk ko'taradigan yuki ham aytaylik 1 tonna 200 dan 4 tonna 200, 4,5 tonnagacha ko'taradigan nimalar bor. Endi jamoa deganimiz bu O'zbekistondan kelgan biz vakillarimiz, ha? Shunday. Mana ko'ryapsizlar, Raiffeisen Varin O'zbekistondan bir qancha hamkor fermerlarni olib kelgan. Weidemann zavodini hozir borib ko'rdik. To'g'ri yerda ichkari ishlab chiqarishda olish mumkin emas ekan. Lekin hozir prezentatsiyalarda bizga ko'rsatib beradi. Videolarni olib taqdim etamiz, ha? Guruhimiz juda o'ziga xos, sababi respublikaning har hududlaridan vakillar bor. Vodiyni fermerlar bor, Toshkent viloyatidan bor, Samarqanddan bor, nimadan bor, Xorazmdan, Qoraqalpog'istondan. Zo'r. Juda hozir o'zlari ham xursand bo'lishib, bir-biri bilan hali malaka almashishadi. Kiramiz bo'lmasa ichkariga yaxshi ma'lumotlar beriladi. Потом получается вот 100-тысячную машину произвели в 2017 году. В здании, где мы сейчас находимся, оно было построено немножко позже, в 2021 году здесь находится вторая картинка сверху. Производили в 2009 году мы начали заниматься производством телескопических Hozir ko'rdinglar, mana hozirgina prezentatsiyalarimiz yakunlandi. Ichkarida juda ham ko'plab ma'lumotlar oldik. Endigi navbat O'zbekistonga jo'natish, insonlarga topshirish, ularni O'zbekistonda ishlayotganini ko'rsatish. Elektronisi bor ekan, boshqasi bor ekan, juda ko'plab ma'lumotlar oldik. Yaqin orada obzori bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa O'zbekistonga yetib borgan texnikalarni ishlash obzori bo'ladi. Fermerlarni bazasida xudo xolasa amalda ko'rsatamiz. Yo'ldosh aka, yana bir ma'lumot berasiz. Qayerda shahardamiz, bugun nima ishlar bo'ladi, bir chiroyli amaliyotlar kutilyapti inshaalloh. Bugun shu Germaniyani shimoliy, endi juda shimolda emas, shimolga endi dengizlargacha taxminan bir 300 kilometrcha joy bor. North Rhine-Westfalen degan Bundeslandi bor, 16 ta Bundeslandning bittasi. Juda ham yaxshi rivojlangan Bundeslandlardan. Bu yerda endi hozir biz joylashgan joyimiz shu Osnabrück, Bremen, Hannover, Bielefeld. Bir tomonda Dortmund ham uzoq emas. O'shanday joyda joylashganmiz. Hozir endi bu yerdagi Amazon zavodigacha hozir mehmonxonamizdan bir 10-15 minutlik mashinada yo'l. Juda yaxshi. Mehmonxonani taqdim etamiz. Juda ham ajoyib so'lim go'sha desak to'g'ri bo'ladi. Atrofni ham ko'rsatib, atroflarni bitta aylanib ko'rsatib ber. Biz ungacha mehmonxona haqida kichkina ma'lumot beramiz. Juda ixcham joyda joylashgan. Raiffeisen Varin shu jamoasi bilan kelgan mehmonlarimiz mazza qilib dam olishdi.
ayniqsa havo juda ham zo'r, atrofda juda ham olmaxonlar yuribdi, qushlarning sayrashi, havo juda ham toza. Haqiqatan Germaniyada bu narsaga e'tibor juda kuchli ekan. Hozir ham yurgan joyimizni qarasanglar, juda mazza qiladigan joylar. 4-kun Amazon zavodi. Tasavvur qiling, qanday qilib bir korxona 140 yil davomida bir oilaning qo'lida saqlanib qolishi mumkin? Javob Amazon tarixida yashiringan. 4-avlod emasmi vakillari bo'ladi? Heute ist ja Amazon in der 4. Generation, oder? Oder in der 3. Im nächsten Jahr kommt die 5. Generation. Oh, schön. Hozir 4 pokoleniyada keyingi yil deydi 5-avlod qo'liga o'tadi firma. Maşallah, maşallah. Und Sie waren in der 3. oder 2. In der 3. 3 pokoleniyada bu kishi boshqargan ekan. Aber die Familie ist schon länger. Schon seit 8 Generationen machen die Landmaschinen. O'zi bizni avlodlari, ajdodlarimiz 8 avloddan beri qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqaramiz dedi. 8 avloddan beri. 8 avloddan beri. Wir haben eine Maschine hier im Museum. Hozir muzeyimizda bitta mashina ko'rasizlar deydi. Bizni bog'larimiz yasagan Osnabruk shahariga 1780-yil yasalib yetkazib bergan mashinani olib kelib muzeyga qo'yganmiz hozir. 240 yil. 1780-yillarda bularda o'sha ajdodlar, ota-bobolar yasalgan mashina. Realni hozir muzeyda ko'rsak bo'ladi. Shunday. Maşallah. Hier im Hause Amazone und natürlich auch dann in Hannover. Men sizlarga haqiqatan shu yerda yaxshi aylanishlaringizni tilayman. Nima deydi? Bemalol ko'ringlar hamma. Keyin Gannoverda ham Vestipga nimasi yaxshi o'tsin. Ismlari nima edi? Ihr Name ist Herr Dreyer? Klaus Dreyer. Klaus Dreyer. Klaus Dreyer. Dilshod, O'zbekiston butun xalqi nomidan shu paytgacha bizga yetkazib berilgan texnikalari, biz umuman dunyoga bergan xizmati uchun Usbekistan, also wir butun dunyoga bergan uns bedanken, dass Sie auch uns qualitativ sehr hochqualitative Maschinen liefern. Butun O'zbekiston xalqi nomidan avlodlariga o'zlariga chuqur tashakkurlar bildiramiz. Also wir bedanken uns auch, wünschen Ihre Firma auch weiterhin viel Erfolg. Yoshda bo'lib turibdi, o'rtoqlar bitta mana shu. Tashakkur. Vielen Dank. Davom etamiz bo'lmasa. Okay. Bir necha asrli tarixga ega bo'lgan uy. Realni o'zini joyida qoldirgan, Yevropada ham buni qadriyatlar bor. Germaniyaga tashrif buyurdik. Amazon korxonasining asoschisi, ofisi va showroomlari shu yerda joylashgan. Ishlab chiqarish zavodlari ham shu yerda bor. Mana bu haqiqiy otasining uyini saqlab qo'ygan ekan va mana shu o'rnida kelasiga 235 yillik tarixga ega bo'lgan bitta ma'lumotni ko'rsataman. Kelinglar, mana shu yerda prosta hayron qolyapmanki, texnika va texnologiyaga e'tibor qanaqa bo'lganligini. Eng tarixiysidan boshlaylik. Bundan ham tarixiysi bor tepada, uni ham ko'rsatamiz, lekin mana bunisi 1890-yilda o'sha rayerlar Amazonni tashkil etgan oila tarafidan ishlab chiqarilgan. Buni qaranglar. Shunaqa shamol va mana bu elakni qimirlashini hisobiga har bitta qimirlatganda qimirlagan, ko'ryapsan mana. Mana shunaqa qimirlayapti va qo'l yordamida qilingan. Keyinchalik ot yordamida, keyinchalik mexanik tarzda buni mashinalarga ulashgan. Tepadan arpa, bug'doylarni solgan, ichkarida ventilyatorga o'xshagan aylanadigan nima jihozi bor va shamol tarzda elab o'sha vaqtda. Va buni yasagandan keyin juda katta shov-shuv bo'ladi va bu oilaga aytadiki, nima nom beramiz bunga desa, bu dedi eng oldida dedi Amazonkalar bo'lgan dedi. Amazonkalar передовой bo'lishgan, qo'rqishmagan, yangiliklar qilishdan dedi. Jasur bo'lgan, bizni mahsulotlarimiz ham jasurlik timsoli bo'lsin deb Amazonkalarni tarixdagi o'sha nomlardan olib Amazon firmasi, korxonasi tashkil etadi. Bu ko'ryapsizlarmi? 235 yil oldingi gap, 1890-yildagi dastlabki mashinasi. Undan keyin hech qancha o'tmasdan boshqa mashinalar yaratilgan. 1920-yilda, 20-yilda o'rtoqlar otlarga ulangan holda mana bularni o'sha turli xil mineral o'g'itlarni soladigan uskunalari yasalgan bo'lgan. Bu haqiqiylari, originallari shu yerga qo'yib qo'yilgan va mana bu yerda keyinroq shu
traktorlar paydo bo'lgandan keyin 50-yildagi uskunasini muzeyga qo'yib qo'ygan. 49-yilda urush tugagandan keyin mana bu uskuna to'g'ridan to'g'ri urug'larni ekib ketadigan siyalkalari bo'lgan. Haligacha bizda qo'lda ekiladigan joylar bor. Endi ruminsk siyalkalarda bu urush tugashi bilan mana shu yerdan urug'lar tushgan, tashkil etilgan. Зерно, когда вот убрали зерно, да, мы теперь здесь крутим. Дается ветер, поток воздуха, зерно у вас падает, шелуха ветром улетает, а зерно, ну, за счет этого, скажем, можно было сетки разные ставить, снизу стоит мешок, и оно как бы очищало. Когда Сюда насыпается зерно, оно же было с шелухой, мы теперь крутим, делаем ветер, она проходит, получается, за счет ветра шелуха улетает, а зерно падает вниз, и снизу стоят мешки, и потом можно было еще за счет сеток, можно было, как сказать, даже фракцию делать. Ветер откуда мы находим? А вот делать за счет того, что... А когда видели? Реальный шамол бар машина, да? Который год его строили? Это сейчас где-то 1800 и может 890 год. 800. А одном этажом выше стоит эта машина, стоит эта вещь, про которую он сказал, которая 240 лет, да? То есть я об этом тоже сам раньше не знал, потому что фирма 142 года, да? И смысл был такой, что когда они жили, потом они изготавливали, а потихоньку началась индустриализация. И получалось, эти машины вручную все делать стало дорого. Потом стал вопрос, или нужно делать по-настоящему все, или просто закрыть, потому что ты не продашь. И они решили тогда открыть фирму. И поэтому, когда они открыли фирму, то эта машина получила на выставке медаль в Бремени. И тогда он приехал домой и подумал, а фирма сначала называлась Драйер, потому что у него фамилия Драйер, поэтому называлась фирма Драйер. Ну, то есть Драйер там сельхозтехника или еще что-то. И он пришел к своему, как говорится, есть маленькой деревушке, где люди собираются, в пивнушке. Кто самый умный всегда был в деревне, это был учитель, да. Поэтому он за кружкой пива с учителем говорит, как назвать продукт. И он подумал, говорит, ну смотри, ветер, да, победа, все остальное, назови его в честь женщин-амазонок. То есть в честь женщин, которые они были всегда впереди, всегда побеждали, они на лошади, с ветром и так далее. И он говорит, хорошо, назову амазоны. И поэтому эмблема, которую вы видели на улице, это женщина, как говорится, на коне, да, девушка. И поэтому в честь этого было названо. А потом получилось, что этот продукт стал настолько известен, что название продукта больше знали, чем название фирмы. Это как мы скажем, условно говоря, возьмем Volkswagen, и все приходят и говорят, где я могу гольф купить. И говорят Volkswagen, говорят гольф. И поэтому они передумали, они решили тогда убрать название, фамилию убрать и назвать, фактически в честь продукта, назвали название фирмы. С тех пор поэтому стала фирма Amazon. Отлично. Это было интересно. Один из первых разбрасывателей, видите, 1920 год. Разбрасыватели, когда появились первые минеральные удобрения, то начали это за лошади таскали. Сюда насыпались удобрения, и у вас просто привод от колеса, и у вас он просто, механически просто на ширину 2 метра вносилось удобрение. 20-yilda qurilgan ekan, demak 20-yillarda bunaqa texnologiya bo'lgan. Они его на лошадях, лошадь otga. Потом позже, когда появились первые трактора, оно потом уже за трактором тянуло. 20-yilda. Это тоже Amazon. Да, это все Amazon. Как Драйер, как фамилия? Драйер. Очень интересно. А там стоит картофельно-сортировочная машина. Тоже там стоит 1913 год или что. Это сортировка картошки. Эти машины были маленьким размером, более крупным размером. В зависимости от того, что нужно. Тут вот стоит год какой-то, видите, 15 год. Да, 15 год. То есть вы сюда насыпаете, картошку крутите, она падает. И здесь в зависимости от фракции, скажем, тут у нас раз, два, три, в мешках просто мешки ставятся, и у вас картошка идет, вы могли ее сортировать. Yilda qaranglar, 15-yilda mana shu kartoshkani qo'l mehnati emas, o'sha texnika qilishni chorasini ko'pchilikka mana bu yerda aylantirilgan. 1915-yilda. 1915-yil haqida gapiryapmiz. Drayerlar oilasi deyilgan, keyinchalik Amazon bo'lgan ekan. Qarang, mana shu yerda 15-yil. Вообще uzoq bu, juda ham uzoq o'rtoqlar. 1915. Были машины маленькие, а были более крупные, скажем так, была такая идея, какая была. Она складывалась, многие подвалы держали, и он просто маленький, даже не фермер, а какой-нибудь, который немножко было больше картошки, чтобы дома сортировать, не вручную, он мог в подвал поставить. А если была покрупнее ферма или какая-нибудь фирма, тогда эти машины делались просто более длинные или более крупные. Хорошо.
Amazon zavodiga tashrif buyurdik. Germaniyani juda bir havo joylarida 8 ta zavodi Germaniya hududida joylashgan ekan. Eng kattalari. Buni qaranglar, showroomlar joylarda turibmiz. Bugun Raiffeisen korxonasi vakillari bilan tashrif buyurdik. Ichkarida prezentatsiyalar bo'lyapti va zavodda ishlab chiqarish joylariga hammasini kirib, ko'rib, o'rganib ketamiz. Nima uchun tashrif buyurdi? Qanaqa ishlab chiqaryapti? Qadriyati qanaqa, qiymati qanaqa, maqsadi nima degan savollarga juda ham ko'plab savollarimizga javobni olib, O'zbekiston fermerlariga, mana shu korxonalarning mahsulotlariga, umuman dunyo andozalariga, jahon andozalariga mos keladigan zamonaviy texnika va texnologiyaga befarq bo'lmagan o'zbek agro tadbirkorlariga yetkazish maqsadida kelganmiz. Juda ham ko'plab savollarimizga javob olib ketamiz. Eslab qolinglar bir korxonani, Amazon tarixi, o'sha yaralishi, oilani o'zi Amazonka deb eshitganmiz. Ayollarni o'sha ayollarga moslab, shularga monand kelishilgan holda Amazonkalar juda ham abjir, chaqqon, qo'rqmas bo'lgan va oldinda yurgan hamma vaqt degan bir maqsadda bizni texnikalarimiz ham, texnologiyalarimiz jahonning eng oldi bosqichlarida bo'lsin, insoniyatga manfaat yetkazsin degan maqsadda Amazon deb nom qo'yilgan. Davom etamiz azizlar. Mana shu yerda datchiklari bor ekan. O'zi yerdagi distansiyani aniqlashtirib, kalibrni aniqlashtirib, buni nimadan muvozanatda ushlab turar ekan. Boya topolmayotgandim. Mana shu datchiklari. O'sha datchiklar shu yordamida, mana shu o'zini datchiklari yordamida yerdagi muvozanatni tushib tashlab ketadigan bo'lsa, ushlab turar ekan. Qaranglar. Bitta apreskivitelь deganda ichida qancha mexanizm bor. Hammasini aytaman desa juda ko'p vaqt ketib qolar ekan. Qolgan prezentatsiyalarda bergan, sizlarga taqdim qilishim mumkin. Hozir buni ishlatib yurib bizga sepishni ham ko'rsatib beradi. Когда эти не работают, работают только вот эти желтые. Когда у нас каждые 25 сантиметров идет форсунка, которая бьет на поверхность. Juda ham qiziq ma'lumot ekan, ko'rdinglar. Bu o'sha farsunkalar deyapti, turli xil zarrachalar chiqaradigan. Bittasi ko'proq tomchilik, bittasi kamroq tomchilik, bittasi purkab sepadigan tizimni bir vaqtda o'rnatgan. Tezlikka qarab o'zi opredilyatsiya qilar ekan. Ha, mana bu joyda normal asfalt 250 litr suv ketadi, bu yerga 200, hammasini aniqlashtirib, hammasi kompyuterda o'zi avtomatim qilar ekan. To'xtatib qo'yib, bunisi, keyin bunisi qizil, yashil, ko'kda belgilab qo'yilgan bu yerga, o'zi avtomatim ochib ketaverar ekan. Menga 50 kerak, menga 25 kerak bo'lsa, o'shani bittada o'rnatib berar ekan. Zarur joyda o'zi avtomatim ishlatib, qaysi birini to'xtatar ekan, qaysi birini ochar ekan, normal asfaltni oshirish kerak bo'lsa, qo'shimcha, ya'ni kuchlanish berar ekan va boshqa. Endi juda ham ko'p, men mutaxassis bo'lmagancha hammasini sizlarga tushuntira beraman, lekin hozirgi qisqa vaqtda olingan ma'lumotlar shu. Menimcha bir kirib o'zingizlar ham ko'rsanglar, buni naqadar qiymatliligini, boshqa korxonalardan farqi nimadalig'iga haligi detallar bor, zanjirlar. Mana shu zanjirlarga yana bitta zo'r zanjir qo'shiladi. Juda zo'r. Hozir narigi tomonda bu uchun test drive, turli xil chuqurliklar, mana bunaqa lapanglaydigan joylar, yo'llar qilib qo'yilgan. O'sha yo'ldan bu borib haqiqatan mana shtangasi stabil turishini ko'rsatib beradi. Mana ketdi. Mana ko'ryapsizlar, hozir do'nglikdan o'tyapti mana. Hozir mana shunaqa langillash kerak edi hozir. Ketdi bu. Mana hozir agar bu tarafdan ko'rsak, balonni qanchalik darajada mana shu notexlik joydan yurib ketayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Aynan mana shu yo'llarga katta bugorlar qo'ygan, hali yamalarimiz bo'ladi-ku, O'zbekistondagi yamalarimiz. Ulardan ham zo'ri qo'yilgan mana bu yerda. Bizkilar uni o'zlari qo'li bilan emas, avtomatik qilishadi. Xullas mana bu yerda qaranglar, mana shunaqasiga ketgan. Hozir bu umuman qilt etmayapti. Juda 24 metrdan 48 metrlik bu uстановка qilt etmayapti. Bu respekt o'rtoqlar, hozir yana qaytib keladi bu. Juda zo'r. Demonstratsiya joylari mana shu yerda sinovlardan o'tkazilar ekan. Datchiklar qo'yadi, o'rganadi va mana shu holatlarda to'liq bir fikrga kelmaguncha buni savdoga chiqarmasagan bular. Mana hozir burilyapti. Qaranglar, qanaqa yengil ishlaydi. Maxsus yo'llar bor. Bitta yo'l qilib olsa bo'ldi, o'sha yo'ldan ishlayveradi. Qolgan joylar iqtisod bo'ladi. Haliga aytdim-ku, tepkilab tashlaydi, bunda unaqa bo'lmaydi, har xil yo'q. Qaytamga qanchalik katta traktor bo'lsa, qanchalik katta axvat oladigan bo'lsa, shunchalik ko'p bu yerda tepalamaydi va dehqonga yana ham ko'proq yerlar qoladi. Kichik maydonlarda endi albatta, juda ham kichkina maydonlarda albatta bu to'g'ri kelmaydi. Katta maydonlarda, turli xil katta korxonalarda, ekin maydonlarida bu albatta juda ham asqatadi. Hozir buni orqasida mana Amazonda Pantera
mashinasi ham turibdi, u ham juda zo'r. Uni ham obzor qilamiz. Mana ko'ringlar, qanaqa katta. Hozir mana shu sepganda ancha joyda o'zi obработка qilib bo'lgan bo'lardi. Qanaqa tezlikda yursa ham o'zi obработкani o'zi sanlar ekan, qaranglar. Tezroq yurib ketadigan bo'lsa, tezroq sepib panoq qiladi. O'zi Sputnikda tepada GPS orqali qaysi joyda qanaqa sepish kerak, kartani olib kompyuterga kirgizib qo'yadigan bo'lsangiz, avtomatmi o'zini forsunkalarni ochib, yopib, tezlashtirib, sekinlashtirib, bir xil normada sepib ketar ekan. Odam buni qila olmaydi. Umuman iloji yo'q uni. Qaysi joyda to'xtatadi, bu joyga sepmasdan o'tib ketaverar ekan. Avval sepilgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, nima bersangiz zadachi o'shani bajaradi. Mana hozir dalada yuribdi. Amazon korxonasini preparatlar purkagichlari, apreskivatelь deymiz. Shundoqqina zavodning yonida Raiffeisenwagen jamoasi bilan birgalikda ko'rib demonstratsiyasini ko'ryapmiz. Juda ham qiziq. Sigirni qaranglar, qorniga yozib qo'yishgan. Nemischa, afsuski men nemischani tushunmaganim uchun nima yozganini bilmayman, lekin mana bu fermer xo'jaligiga kirib kelish yo'li. Atrofni qaranglar. Fermer xo'jaligiga to'g'ri mana shu yo'ldan kirib keladi. Buni yerlardagi ham, yondagi yerlar ham fermer xo'jaliklariga tegishli ancha-muncha yerlar bor ekan. Bularda yerim bor degani o'zimniki degani. Bilasizlar, qancha yerim bor desa bu o'ziniki degani. Albatta bu tashrifimiz oddiy fermaga tashrif bo'lmaydi. 14800 litr bir mavsum davomida har bitta sigirdan sut sog'ib olinadigan fermaga tashrif buyurganmiz. Germaniyaning top 5 talik, bizga hattoki aytishki, Yevropada ham top 5 talikka da'vogarlik qilishadi. Shunaqa katta qiymatdagi chorva hayvonlari boqiladigan ferma. 650 ta sog'in sigiri, buzoqlar bilan qo'shib hisoblaganda 1500 ta chorva hayvoni ushbu fermada mavjud. Va eng qizig'i, juda ham kam, bor yo'g'i 10 taga yaqin inson mana shu katta fermada xizmat ko'rsatadi. Nemis fermerni ish jarayonlari bilan to'g'ridan-to'g'ri tanishamiz. Suhbat bo'layotgan joyda orqasida o'sha yerda sigirlarga yem berilgan va ayni vaqtda ovqatlanish, yem yeyish jarayonlari ketyapti. Bularda shu yonimizda ko'rib turgan bo'lsangiz, o'sha maysa edi, o'sha maysadan o'rib beradigan raygrazga o'xshagan o'tlari bor. Mana bu yerda fermer xo'jaligiga tegishli degan bir mantiqiy ma'no beradigan sigirni haykalini kichkina bir mo'jazgina demonstratsion maydon qilib qo'ygan. Birlikdan olinib kelinadi va 42 kun yana bu yerda o'sha sut ichirish fazasi davom etadi bularga. O'tilar ekan. Pulver oder ist es? Ja, mit Milchpulver. Ha, Pulver. O'sha Zaminитель. Die ersten 3 Tage bekommen Sie Kolostrum. Parashok desam deysizlarmi? Parashok bilan eritib o'sha kompyuter orqali oziqlantiramiz. Iminni onasinikini beradimi? Iminni o'zini onasinikini beradimi? 3 kunmi? Bei dieser Liegeboxen von Biogasanlage Nee, das ist eine Mischung aus Stroh, Kalk und speziellen Salzen und die kaufen wir aus Holland. Okay. Savol bo'ldi, sigirlarni yotog'iga nimani sochadilar? Bu yerda somon, maxsus ohak va kalk und noch Salze. Maxsus tuz aralashmasini sigirlarni tagiga sochishadi. Die mischen. Aber sie arbeitet so gut, seitdem sind wir mit den Zellzahlen von 180.000 auf 100.000 nochmal damals runtergegangen. Какой-то соли, потом есть еще одна какая-то вещь, они покупают в Голландии, они не знают точный рецепт, что туда входит, как они покупают. Germaniya fermer xo'jaligi. Osnabrück hududlarida kelib nemis fermerlar bilan tanishyapmiz. Orqamizda biogaz uskunalari va mana bu tarafda tomlarga qo'yilgan quyosh panellari va narigi tomonda shamol tegirmonlari resurslarni ixtisos qiluvchi va bu yerda fermer xo'jaliklarini mollari orqasidagi texnikalarni ko'ryapsizlar. 770 gektar ekan joylari. 600-700 oralig'ida sigir va buzoqlari bilan 1,5 ming atrofida molni hisoblab berishdi. Shuncha joyda 10 kishi ishlar ekan. 10 kishi o'sha boshlig'i bilan qo'shgan holda. Texnika, texnologiyalar bekorga emas. Biz bekorga zorlamayapmiz. Texnika qilinglar, texnologiya qilinglar. Unaqada eplab bo'lmaydi deb. Shuncha katta maydon. Faraz qilasizlarmi? 770 gektar bu katta joy bu. Buncha sigirlar ham kam emas. Mana ko'ringlar, real sigirlar va narigi tomonda biroz eski 83-yilda qurilgan hududlari bor ekan. Mana bu современный hududlari. Sigirlar baquvvat, juda ko'rinishlari yaxshi va juda ham yaxshi tajribaga ega xo'jalik. Eng yaxshi varianti bunaqa joylarga korxona vakillari bilan tajriba almashishga kelish kerak va shu tajribalarni o'zaro o'rganib o'rtoqlashish kerak. Menimcha eng oson yo'li shu.
texnikasini ko'radi. Nima uchun buncha katta maydonda buncha kam odam ishlayapti? Tannarx haqida gapiryapmiz. Sutni tannarxi, go'sht tannarxi bilmadim. Nimani hisoblasini hisoblab oladilar. Rayfayzenvarning jamoasi, vakillari, mehmonlarimiz hammasi ko'rib, to'g'ridan-to'g'ri savollarga javob olishdi va men o'ylaymanki, bunaqa tajriba almashish jarayonlari nafaqat fermerlar uchun umuman O'rta Osiyoda hali unaqa takomillashmagan tizimni islohlash uchun juda ham manfaatli bir nima deydi, tadbir bo'ladi. Ketma sigirlar ketma-ket turadigan sog'in zali hisoblanadi. Ha, qiya turadigan bor. To'g'ri, bu sigirlar yonma-yon turadigan yo'nalishda qurilgan sog'in zali. Wir melken mit 2 Personen hier in der Melkstatt. Har doim ikkita odam sog'inda ishtirok etadi. Und eine dritte Person treibt die Kühe hier zum Melkstand und holt die Herden auch wieder ab. Va und so. uchinchi shaxs hamisha o'sha podani ichkariga haydaydi va tashqariga chiqarib yuborishini, sigirlar o'z joyiga chiqib ketishini nazorat qiladi va ikkita odam sog'ib turadi. Und die dritte Person macht auch das Saubermachen der Liegeboxen oder streut die ein. Wir haben das ja eben gesehen, dass er mit dem Teleskoplader hinten schon hingefahren ist zum Einstreuen. Va ikkita odam sog'gunicha, ya'ni sigirlar ichkarida sog'inda bo'lgunicha, o'sha uchinchi shaxs sigirlarni ichkariga olib kirgandan keyin sigirlarni yotog'ini tozalaydi, pichan sochadi va shunga o'xshagan tozalik ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Wir melken morgens von 5 Uhr bis 8:30 Uhr. Sog'in jarayoni ertalab sahar 5 ta boshlanadi va 8:30 gacha davom etadi. Und abends von etwa 15:45 Uhr bis 19 Uhr. Va kechki payt to'rlarga yaqin boshlaymiz, 15 ta kam to'rlarga va yana xuddi shunday jarayonda davom etib yo'q, 2 marta sog'adi Germaniyada. Wir melken nur 2-mal am Tag, weil es sehr schwierig wäre für uns, Personenmelker für die Nachtschicht zu bekommen. Biz 2 marta sog'amiz. Avvalo bu o'sha odamiylik faktor uchun juda ham muhim, chunki tunni ichida sog'ish va tunda ishlaydigan ishchini topish juda ham qiyin bo'lgani uchun, ya'ni podani haydab kirish, olib kirish ishlarini bajarish mushkul bo'lgani uchun biz 2 marta sog'in tizimiga o'tganmiz. Ko'rib guvohi bo'lganinglardek, hozir biz fermer xo'jaliklarining hammasini ko'rdik. Mana apreskvitorlari bor, boshqa joylari bor, silojlari bor, mollari bor. Eng qiziq ma'lumotlarni oldik va xotima qilib shuni aytishimiz mumkin. Agar shunaqa hamkorlik qilinadigan bo'lsa, bizni fermer xo'jaliklarimiz uchun faqat va faqat foyda bo'lar ekan. Keyingi yillarda ham mana shunaqa tadbirlarda ishtirok etishni taklif etib qolamiz. Endi esa oxirgi kun Ganover shahri agrotexnika ko'rgazmasi. O'rtoqlar, xudo xolasa boshlandi. Mana jamoa shunday yig'ilib turib tortamiz. Hozir registratsiya qilamiz, kirib jamoat ishlarimizni boshlaymiz. Agrotexnika 2025 xudo xolasa inshaalloh bir nechta korxona Rayfayzenvarning jamoasi va butun boshli agrotexnikani derji bilan bizni ham o'zimiz saqlashimiz bor. Vesagro korxonasi, demak, juda zo'r, manfaatli, eng dodaxo'ja ma'lumotlar bo'ladi. Inshaalloh boshlaymiz. Ketdik. Dunyoning 53 ta davlatidan 2700 ta professional, eng nomdor, dunyoni juda ham taniqli top korxonalari tashrif buyurgan. 440 ming kvadrat metr joyda joylashgan va 24 ta pavilyonlarda shunaqangi bir ajoyib eksponatlarni, shunaqa ajoyib texnikalarni yoyib qo'yib, shunaqa bir mutaxassislar bilan ishtirok etyaptiki, ko'rsangiz, maza qilasiz, maslahatlarni olasiz, to'g'ridan-to'g'ri uskunalarni ishlatib ko'rish va mutaxassislardan to'g'ridan-to'g'ri barcha parametrlar bo'yicha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Polvon o'zbek fermeri mana birinchilardan bo'lib O'zbekistonda Silokinga eng navorochinni mana shu yem tarqatadigan chiqdi. Abduhamid, tabriklaymiz, siz O'zbekistonda birinchi bo'lib endigina seriyaga chiqqan yangi Silokinga mana shu yem tarqatadigan chiqib o'tirdingiz. Tabriklaymiz sizni, baraka toping. Ko'rib qo'yinglar, mana shu yigit birinchilardan bo'lib mana shu mashinaga chiqdi. Sizda Silokin bor ekan-a? Da, 18 kubalik. Nima deysiz? Mana shu hozir mana yangiliklarni ko'rdingiz, mana avval ham sizda bo'lgan. Bu korxonani mahsulotlarini ishlatgan tadbirkor sifatida. Nima deymiz? Endi bizani mahsuldorlikdan oshirib berdi, yangi mikser olganimizdan keyin. O'shaning uchun kelajakda bizaniki samonagrujaющийsi emas. Kelajakda mana shunaqasini o'ylab turibmiz, molimiz ko'paygandan keyin. O'zi borib, o'zi oladigani. Da, chunki ishchi kuchini ham kamaytirib berar ekan, keyin xarajatlarni ham kamaytirib berar ekan. Ko'rdinglarmi? Bir necha baravar ishchi kuchini kamaytirib beradi bu.
tadbirkor sinovdan o'tkazgan, hatto o'zida bor bo'lsa ham aytayaptiki, endi o'zi yuradigan frezalari bor. Bu yerda endi eng kattasi balkim sal kichkinaroqmi, fermerlar katta bo'lsa, bu yerda 45 juda ham katta bu gigant, katta fermerlar bemalol ishlab ketishi mumkin. Holatlar yoqyaptimi sizga, yaxshimi? Juda. Bilasizmi, dunyoda birinchi raqam egasi hisoblanadi. Siloking bundan eng yaqini ham 10 barobar kam ishlab chiqaradi. Tavsiya qilasizmi o'zbek fermerlarga? Tavsiya qilamiz. O'rtoqlar, mana realniy tadbirkor, praktik o'zi ishlatgan insonni o'zi avval Siloking ishlatgan va aytayaptiki, mana shu o'zi yuradigandan buyurtma qilish arafasidamiz. Boramiz, mana kelyapti, ko'rib o'tirib. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Abduhamidga o'xshab tashrif buyuringlar, kelinglar, ko'ringlar, o'zingizlar his qilinglar, uni mutaxassislardan ma'lumotlarni olinglar va hayotga tatbiq qilib, samaradorlikni oshiringlar desak to'g'ri bo'ladi. Davom etamiz o'rtoqlar. Yo'ldosh aka, men jamoa bilan yurgan vaqtimda ham o'zim sezdim buni. Birinchidan juda yaxshi tashkil qilinibdi. Bu agro sayohat deymizmi, biznes sayohatmi, hammasiga to'g'ri keladi. Bir necha soha vakillari kelib uchrashdi va zavodlarga tashrif bo'ldi va mana oxiri stent bilan tugayapti. Siz aytgandek, mana Greenmeni qarang, qanchalik katta joyda bular demonstratsiya qilgan, qanchalik mutaxassislar turibdi bu yerda. Zavodni o'zi boshqa ekan. Stentni o'zi siz aytgandaqa boshqa. Stentda endi to'g'ridan-to'g'ri ishlash jarayonini ko'rsatadi. Ko'rdingizki, ba'zi joylarda bu narsani imkoni bo'lmadi. Ya'ni insonlarni tasvirga olish mumkin emas ekan, zavoddagi jarayonlarni ko'prik ko'ra olmadik. Lekin mana bu yerda xohlagancha imkoniyat bor. Xohlagancha suratga oling, xohlagancha ishlating. Turlari bor. Endi qarang, Raiffeisenwarin jamoasida Greenme, Valtra, yangi vakilimiz Kroni qo'shilyapti. PTX Trimble. Dunyoda birinchi bo'lib shu navigatsion sistema yo'lga qo'ygan va birinchi o'rinda turadigan kompaniya. Korxona. O'z o'rnida aytib qo'yaylik, nima uchun birinchi o'rin deyapti? Raiffeisenwarin korxonasini bitta faqat lider. Faqat lider. Yo'q. 4-5 o'rin o'rta yo'q. Kompromiss yo'q bizda. Yo'q. Keskin. Xitoydan 5 ta traktor olsa bo'ladi-yu, narxlari qimmat desalar, bu odamlar arzon texnika qidirayotgani yo'q. Arzon texnika qidirsanglar Xitoyga borasiz o'rtoqlar. Yaxshi o'zini hurmat qilgan tadbirkor bo'lsanglar, mana sizlarga Raiffeisenwarin korxonasi. Realniy nima uchun chunki ko'rib o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz aka. Endi inkor qilish iloji yo'q bo'lgan faktlar bor-da. Realniy ilm, qiymat, qadr qanaqaligi ko'rinib turibdi. Uni qanaqa inkor qilasiz? Ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Fentni qarang, qanaqa bir qadriyat turibdi. Valtrani hozir borib ko'rdik, u ham juda ham bir bahaybat, moshni 51-yilda tashkil bo'lgan Toshkent korxona ekan u narsa. Greenme haqida endi gapirmasa ham bo'ladi. Greenmeni o'zi hozir shunaqa bir tizim yaratyaptiki, odam ishlamasdan, odam yo'q shopirlar bilan o'zi kartoshkani yig'ib, sal qovurib bermayar ekanda, qovurishdan boshqa hammasini qiladi. O'zbekistonda sinalgan sifat, ya'ni Amazon ham Greenme ham. Buni Agrover kompaniyasi oldindan qilib ko'rsatgan. Xuddi shunday. Amazonda qarang, katta bir haybatini, mahobatini qarang uni va uni qadriyatini berayotgan, qanchalik insonlarga berayotgan qiymatini qarang. Bu yana bitta jihat. Mana bu GPSlar qo'shilgan bo'lsa, buni o'zi. Endi mana Vaydeman bor, Silokinglar bor, yem tarqatish bo'yicha. Qachon bu korxonani mahsulotlarini to'laqonli O'zbekistonda ko'ramiz? Chunki hozirda bir nechtalari bor xolos. Bu yerda qarang, qanchalari bor. Qaysi birlaridan qachon ko'ramiz endi O'zbekistonda? Endi Greenme misolda aytadigan bo'lsak, biz o'sha iyul oyida qilgan dalada demonstratsiya, dala kunida bu yerda bir adashmasam 5 yo 6 xil texnikani ko'rsatdik. Undan keyin ham O'rmonali aka ancha texnikalar Greenmedan yetib keldi. Endi bu ekadigan texnikalar, kartoshkani yerga ekadigan, boshqa qiladigan. Bu yana safi kengaydi. Sekin-sekin to'lib boryapti. Keyin Amazonda mana 2 kundan beri rosa ancha juda ko'p muloqot qilinib, bu yerda dehqonlarning ishini ancha yengil qiladigan texnikalar ustidan. Fermerlar bilan o'sha zavod injenerlari, bizni fermerlar va biz 3 tomonlama 3 burchak qilib o'tirib ancha 2 kundan beri maslahat qildik. Chunki O'zbekistonda paxtadan keyin makka ekish jarayonida mana vodiyda ko'p joylarda ko'ryapmiz, hatto paxta ekish jarayonida ham 2-3 marta har xil agregatlar bilan dalaga kiriladi, yerni ekishga tayyorlash uchun. Va o'sha bizda yozda bilasiz, bug'doy o'lgan paytda, iyun paytida havo 50 darajaga chiqib ketadi. Agar siz 1 soat kutib qolsangiz ham, misol uchun 2-3 ta obrobotka qilaman deb, yer qurib ketadi, topdan chiqib ketadi. Ekasiz, keyin suv qo'yishingiz, suv qo'ysangiz stress bo'lib, yo chiqmay chala chiqadi, chala chiqsa ham juda kech. Albatta. Ya'ni makka kuzgacha yetilmay qoladi. Yetilmay o'rilsa, keyin hazm bo'lishi ham shunga mos bo'ladi. O'shaning uchun hozir biz shunaqa agregatlarni keyingi yilga rejasini qildik, borib demonstratsiya qilish, ya'ni bitta o'tadi. Texnika bilan bitta kiradi, orqasidan Amazonning selkasi kiradi. Bo'ldi.
o'sha o'zini nomiga chiqadigan texnika. Ha. Paxtada ham xuddi shunday. Paxtada ham yer tayyorlash uchun Ha, o'rnalar aka biz hisob-kitob qildik. 180-200 litr solyarkani o'zi yoqiladi. Endi men necha marta kirishini sizga aytmayman. Ha. Ya'ni o'sha chisel deydi, keyin mola deydi, yana barana deydi, yana mola deydi 3-4 martadan. Hali selka bilan ekmasdan oldin. Xuddi shunday rejimlarni mana shu Westepga davomida agregat tepasida turib bitta o'sha ishchi organlarni ko'rgan holda maslahat qilib bu narsaga kelishildi. Silokingda bo'lsa, Silokingda biz hozir mart oyida hozir mana kelish kutilyapti. Oldin klassik variantini nima qildik? Olib keldik O'zbekistonga, ya'ni eng standartniy variant. Hozir уже premium degan versiyasini nima qildik. Premiumni bunkerni formasi ham ratsionni o'sha tarozilari ratsioni bilan birga ichida. O'zida qaysi komponentdan qancha solingan xotirada turadigan variantlar bor. Undan tashqari hozir keyingi yilga xudo xolasa kuzgacha birinchi samoxotlar kiradi. Ya'ni bu biz nafaqat eng zo'r ishlab chiqaruvchi, ularning eng zo'r texnikalarini O'zbekistonda. Eng yangisini. Eng yangisini, ya'ni bizga nima deydi? Eng arzonni ber demaymiz bularga. Eng yaxshisini ber. Eng yaxshisini, eng unumdorni, eng samaralisini ber degan konsepsiya. O'zimiz ko'rdik o'rtoqlar. Hali uni obzorini ham qilamiz. Navorotchini eng zamonaviysini o'sha Silokingga o'zi ham ko'rsatdi, boshqasini bugun bu yerda Amazonda ko'rdik, Grimmeda ko'rdik. Bu yerga eng issig'ini hali shunaqa bo'ldiki, xodimlarni o'zi bilmas ekan o'sha chiqqanini. Ulardan ham yashirlar ekan. Shunaqa bir sekretni zo'r narsalarni olib chiqar ekan. Shaxsiy iltimos bor. Mana buni qarang, ko'rsat. Chesnok, Broch korxonasi. Chesnokka juda ham ko'p pul ketadi aka. Juda ham. Hali biz piyozni ko'rsatdik, kartoshkani ko'rsatdik, qancha odamlar dod soldi. "O, ishlarni rizqini qilyapsan, falon piston" deb. Bu chesnokda ham xuddi shunaqa holat bor. Sizlardan bitta iltimosim bo'lardi, bu bizni O'zbekistondagi chesnok yetishtiradigan dehqonlarimizdan ekadigan, yig'adigan agrotexnik uskunalari bor. Bir qiziq ko'rsanglarda sizlar tilni bilasizlar, aloqalar bor. Broch bir necha yildan beri bu korxona bilan chesnok bilan shug'ullanadi. Chesnok bilan aynan broch bo'lmasligi mumkindir balkim, lekin chesnokni ham tannarxini kamaytiradigan shunaqa uskunalar bo'lsa, balki miniroq, kichikroqdir, iltimos bo'ladi. Shaxsiy sarimsoq piyoz yetishtiradigan dehqonlardan. Chunki biz juda ham ko'p ko'rganmiz. Shunaqa holat bo'ladi, yerdan qazib olishga qoplamaydi. Juda ham ko'p pul ketadi. Qazib olishga, ishlashga. Mana hozir piyoz bo'yicha, kartoshka bo'yicha ishlar amalga oshiryapti. Chesnokchilardan shaxsiy iltimos Raiffeisenbank jamoasiga shunaqa brochga o'xshagan mana shunaqa chesnokni agrotexnikasi yig'ib oladigan, tannarxini pasaytiradigan texnika ham qo'shib olib kelsalar biz xursand bo'lardik. Buni haligi yon daftarga yozib qo'yasan. Tushunarli. O'rmonlar aka, endi mana 3 kundan beri o'sha ko'rgazmadamiz. Hozir mana bugun ham ko'rdik, ertalab uchrashamizmi dedik, lekin kuni bilan sizda, bizda hammada uchrashuv bor. Shunaqa. Mana 3 kundan beri uchrashyapmiz. Boshqa nimalar bilan ham, kompaniyalar bilan. Chunki bizda hozir Raiffeisen O'zbekistonga kirganini bilib, boshqa nemis kompaniyalari ham, ya'ni boshqa turdagi texnikalar. Misol uchun mana shneklar har xil. G'allani, o'g'itni u yoqdan bu yoqqa ortadigan, shunaqa yechimlar beradigan kompaniyalar. Keyin mana hali o'sha go'ngni sochadigan nimalarni yoki pritseplar chiqaradigan kompaniyalar bizga aloqaga chiqib o'shan gaplashaylik. Biz ham O'zbekiston bozoriga qiziqishimiz juda katta degan masalalar bo'lgan sababli bugun kuni bilan uchrashuvlardan bo'shamadik. O'sha hozir aytgan kompaniyangiz ham buni albatta biz gaplashamiz, ko'rishamiz, texnikalar sifati, ularni ertaga servis, ehtiyot qism masalalarida bunday qanday siyosatlari bor. Bular agar bizni Raiffeisenni nimasiga tushadigan bo'lsa, ishlash prinsipiga albatta biz buni o'rganamiz. Mos kelsa olib boramiz. Juda yaxshi. O'zimizni dehqonlarning og'irini yengil qilamiz. Juda yaxshi. O'rtoqlar, eshitdinglar, yozinglar. Biz bilmagan korxona bo'lsa, xuddi shunday. Haqiqatan samarador bo'lsa, yozinglar. O'sha qadriyatiga to'g'ri kelsa, mana qadriyatiga to'g'ri kelsa, servisi bor bo'lsa, realniy o'zini ishlab chiqarishi, tarixi bor bo'ladigan bo'lsa, bu ishlab chiqarishdan qochilmaydi. Ya'ni bu hamkorlik qilishdan qochilmaydi. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Demak, biz hozir ayni vaqtda suhbatimizni yakunlaymiz. Qaysi korxonalar ishlashligi haqida ma'lumotlar, anonslar bo'ldi, borishligi haqida ma'lumotlar bo'ldi va yaqin vaqtda O'zbekistonga nasib etsa ko'plab texnikalar yetib boradi. Endi O'zbekistonda ko'rishamiz. O'zbekistonda ertaga qaytib ketadilar, chunki yog'da rosa ishlar yig'ilibdi. Sanjar akam qoladi, Sanjar akam biz bilan davom ettiramiz. Chunki biz yana bir necha kun agrotexnikada faoliyat olib boramiz, o'rganamiz, tahlil qilamiz va sizlarga yetkazamiz. Biz davom ettiramiz. Yo'ldosh akam O'zbekistondagi ishlarni, yuklarni kutib olish bo'yicha ishlarni davom ettiradi. Biz kontentlar tayyorlash davom ettiramiz. Raiffeisenbank jamoasini safi kengayishda va hamkorligi bardavom bo'ladi, davomli bo'ladi va bu hali davom etadi.
xayrlashmay qolamiz. Albatta, endi birinchi sayohatimiz mana ishtirokchilardan ham so'rab turibmiz. Bizni bu yerdagi partnyorlardan doimiy haligi nima deydi, feedback deydi, olib turibmiz. Juda ijobiy, ko'pchilikka ma'qul bo'lgan. Bu bizga yanada kuch beradi. Albatta. Yanada kuch beradi. Keyingi yil xudo xolasa bundan ham chiroyli formatda, bundan ham juda qiziqarliroq qilib yana tashkil qilamiz. Ko'rdinglar, tashrif etsan chiqmasin, tashrifni o'zi alohida bitta mavzu. Roliklarni ko'rasizlar, ishtirokchilarni ko'rasizlar, nimalar olganini ko'rasizlar. Kelsanglar adashmaysizlar, hamkorlik qilsanglar adashmaysizlar. Taklif etib qolamiz o'rtoqlar. Xayrlashmaymiz unda. Ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana tez orada ko'rishamiz. Quyosh chiqib turgandan bilgan bo'lsanglar kerak. Serquyosh O'zbekiston, Germaniyadan O'zbekistonga tashrif buyurdik. Qolaversa Sanjar akamiz ham tashrif buyurdi. Yaxshi o'tdimi ko'rgazmalar? O'rmonali aka, Xudoga shukr. Chiroyli bo'ldi. Chiroyli bo'ldi. O'zbekistondan mehmonlarimiz bilan birga zavodlarga hammasini joyida ko'rdik. Ha. Endi bu amaliyot edi, ko'rdik. U Germaniya dedi, agrotexnika dedi. Endi mana O'zbekistondamiz. Aka qarang, mana Fendt, mana Amazon, mana Grimmi. Biz endi gapimizga isbot sifatida bu haqiqatan o'zi olib kelyaptimi, bormi degan gapga javob berishimiz kerak. Azizlar, shuni ko'rsatamiz. Mana bitta Fendtdan dastlabkisi endi. Dastlabkisi kombaynimiz bu don ekinlarini o'rish uchun moslashgan Fendt kompaniyasini brendi 52-55L degan nimasi. Endi bunda xudo xolasa may oyining oxirlarida bug'doyga, undan keyin sholiga, oldidagi жаткасini almashtirsa, makkaga ham ishlatsa bo'ladi. Dastlabki bitta ekzemplyar bor. Endi bizda traktorlarimiz bor edi. Aytishlaricha traktorlarni ma'lum bir jarayonlardan keyin kelar ekan yerga. Shunday. Fendt brend o'rtoqlar juda ham katta qiymatga ega korxona, lekin o'sha servis komandasi to'g'rilanmaguncha, o'sha birinchi marta olib kelinmagan O'zbekistonga unaqa ofitsialni, shuning uchun ma'lum bir qiyinchiliklar bo'ldi. Ulgurmadik bu VSPga. Qachon keladi endi? Endi traktorlar bo'yicha oktyabr oyida mana Mikko Lehkoyning nimani Valtra kompaniyasini prezidenti kelib ketdi bu yerga, sharoitlarni ko'rib. Endi aytganingizdek, bu yerda markani brendni nimasi imidji haqida gap ketyapti. Albatta. U tomon ham masalan bizni servisimiz bormi, ularni o'qiganmi, tayyorlanganmi bilimi, zapchasimiz bormi, uni qo'yishga joyimiz bormi, shularni bir protsessda tekshirishni o'tib, endi xudo xohlasa shu yilning oxiriga hozir nima qilyapmiz, kutyapmiz. Dostuplarni ochishadi. Nasib qilsa shu mart oylariga traktorlarimiz kelib keladi. Imtihondan o'tmasak, bizning tayyorgarligimiz ularda ko'ngil darajasida bo'lmasa, traktor berilmaydi demoqchimisizmi? Shunday. O'rtoqlar berilmaydi. Ular qonun qoida shunday ular. Shunday. Ular nima bo'lishi kerak? 100% ishonchi komil bo'lishi kerak. Ertaga biz orqali fermerlarimizga, dehqonlarimizga texnikani yetkazib beradigan bo'lsa, u texnikani nomi bir yomon emotsiyalar bilan bog'lanmasligi uchun. Albatta. U bizning ham interesimizda. To'g'ri, har qanaqangi vaqtda yordamga shay komanda bo'lishi kerak va butlovchi qismlar. Shunday. Xuddi shunaqa. O'zbekistonda bunaqa mashina minib yursa, shunaqa mashina minib yuradigan bo'lsa, bir vallomat bo'lsa kerak deb qo'yish ham hech gap emas, qaranglar kattaligini. Lekin bu mana shu texnikalarni olgan tadbirkorlarga xizmat ko'rsatuvchi jamoani mashinasi. Yaqinroqdan kelinglar. Mana yozib qo'yibdi Fendt, Valtra, Raiffeisen servisi narigi tomonda Amazon, Weidemann hammalari yozuvlari bor va bu mashinani orqasida doimo o'sha fermerlarga kerakli bo'ladigan zapchastimiz, ehtiyot qismlari doimo tayyor turadi. Hududda, respublika bo'ylab juda ham ko'plab hududlarda bor va juda qisqa vaqt ichida o'sha muammo bo'lgan joyga yetib borishadi degan maqsadda qilingan va yetib borishadi ham xudo xolasa. Chunki sababini aytamiz. Hozir ham avval keyingilar aytyapti. Avval servis yaratiladi, servis komanda yaratiladi. Ana undan keyin texnika sotiladi deyapti. Agar servis komandasi bo'lmasa, Yevropeslarda bitta juda odat bor ekan. Doktor tayyormi? Doktor tayyor desa, ana endi futbol o'yinini boshlashinglar bo'laveradi. Oyog'i sinib qoladimi, qayriladimi, o'sha xizmat ko'rsatiladi. Bu yerda ham texnikaga avval servis komanda tayyorlanadi, ehtiyot qismlar olib kelib qo'yiladi. Bu yerda qarangki, texnikada o'sha yillar davomida, asrlar davomida qanday katta tajriba borki, qaysi qismi tez iznos bo'ladi, tez sinishi mumkin, tez bo'lishi mumkin. O'shalar birinchi o'rinda olib kelib qo'yilib, keyin ikkinchi, uchinchi darajalar olib kelib servisda taqtiradi va jamoa o'rgatiladi.
bitta telefonda bittada bilishadi-yu, mashina tezlikda yetib boradi. Ko'ryapsizlar, ancha-muncha joygacha kirib boradigan mashina. Ya'ni traktor bilasizlar, dalada ishlaydi traktorlar. O'sha joyga bemalol kirib boradi va kvalifikatsiya deymiz, ya'ni malakasi yuqori bo'lgan servis xizmat ko'rsatiladi. Bu Raiffeisen-Waren korxonasini servis xizmatini mashinasi. Bunaqadan bir nechtasi bor. Bu ko'rgazmada qo'yib qo'yilganki, demak bizda servis bor. Qo'rqmasdan olsanglar bo'laveradi degani. Va'dalarni eslab qolinglar. Yaqinda menimcha adashmasam o'sha bosh shu yuqori boshqaruv organidagi inson kelib ketdi. Nomlarini men bilmayman, siz Miko Lehikoinen. kelib ketdi O'zbekistonga. O'zbekistonda potensialni ko'rib yuqori baholadi degan bizda fikrlar bor. Bu ham juda yaxshi brend, adashmasam Finlandiyaniki edi. Finlandiyaniki. Biz borib agrotexnikada ko'rdik, o'ziga yarasha juda katta jamoaga va qiymatga ega texnikalar ishlab chiqarar ekan. Finlandiyaning 1951-yilda tashkil topgan Valtra korxonasi. Juda ham ko'pchilik hali bu korxona mahsulotlari bilan tanish emas. Turli xil donli ekinlarni yig'ish kombaynlari, shakar qamish yig'ishadi va umuman juda ko'p sohada foydalanadigan mahsulotlar ishlab chiqaradi. Finlandiya brendi haqida biz klasslarni bilamiz, biz John Deere, biz Fendt, Amazon juda ham ko'plab brendlarni bilamiz, lekin shularning qatorida dunyo jahonda top korxonalari qatoriga ushbu Valtra korxonasi ham kiradi. Valtra korxonasining mahsulotlari shu yerda qo'yilgan, mana ko'ryapsizlar. Kichkinagina ixcham traktorlari, bilasizlar, O'zbekistonda yerlar katta emas va mana shunaqa kichkina uskunalari va juda ham ko'plab jihozlari yaqin vaqtda Raiffeisen-Waren korxonasi tarafidan O'zbekistonga olib kirish rejalashtirilgan va 2026-yildan boshlab ushbu korxonaning bir nechta mahsulotlari O'zbekistondagi tadbirkorlarimizga xizmat ko'rsatadi. O'zbek xalqiga xizmat ko'rsatadi. Juda ham katta tarixga ega, juda ham katta tadbirkorlik jamoasiga ega. Mana shu orqasidan ko'ringlar, mana shu Valtra deb juda katta yozib qo'ygan tagida turli dunyoni qit'alaridan tashrif buyurgan mutaxassislari, dilerlari, boshqasi yig'ilgan va bunaqa pavilyondan bu yerda bir nechta atrofni ko'ryapsizlar, mutaxassislar, yosh yigitlar juda ham katta tajribaga ega, hammasi kelib ko'rishyapti. Qiziqishlar bildirishyapti. Mana bu yerda o'zini maxsus haydash, maxsus uskunalarni qo'yib qo'ygan mutaxassislar to'g'ridan to'g'ri kim qiziqadigan bo'lsa hammasiga ma'lumot berishyapti. Ya'ni demoqchimanki, jamoani juda ham katta servis jamoasi bor. Raiffeisen-Waren jamoasini o'zlarini strategiyasi bo'yicha servis jamoasi bo'lmasa, bir tizim yaratilmasa va ishonchli bo'lmasa, top bo'lmasa qabul qilinmaydi va O'zbekiston bozoriga kiritilmaydi. Lekin bu korxona o'sha parametrlar bo'yicha to'liq javob berganligi uchun yaqin vaqtlarda bizni xalqimizga xizmat qilish uchun tashrif buyuradi, texnikalarni ko'rasizlar, ishlatasizlar va o'zingizlar baho berasizlar. Ko'rsanglar, haqiqatda bir jozibali va bu texnik jihatning ichida katta bir jamoa turgani ko'rinib turibdi orqasida. Juda ham ko'p qiziquvchilar bor ekan. To'g'risi men o'zim bilmas ekanman Valtrani. Siz aytgandan keyin ko'rdim, haqiqatda juda chiroyli keladi O'zbekistonga bular ham. Ko'rasizlar, o'zbek fermerlari loyiqda endi hammasiga ishlatishga. Endi Grimmenni bilasizlar, Grimmenni shu yerda, Ivan shu yerda, bugun Agroverdan Kozimbek, Farhod akalar tashrif buyurdi. To'g'ridan to'g'ri praktik sifatida ishlatish jarayonlarini ham ko'rsatib berdik. Bu O'zbekistonda bor. Dastlabki bu O'zbekistonda texnikalar bor. Buni aytib ketish kerak. Kartoshka, undan keyin piyoz, sabzi, universal mashina mana oldidagi nimasini almashtirib, nasabkasini piyozga ishlatib ketaversa bo'ladi. Bilasizlar-ku, piyozni qancha qiymat, qancha narsa ketadi. U juda ko'p ish jarayonlari bor. Uni qo'lda qilib million pul, mana hozir piyoz 900 ming so'm pul qilish olmayapti. Agar o'sha texnika bo'lganda, hech yo'q dehqonga tannarxi past bo'lardi, 1-2 so'm yoniga qolishi mumkin edi. To'g'ri ish qilyapsizlar. Buni tushunadigan odam bo'lsa bo'ldi. Siz o'zingiz guvohsiz. Biz o'shani qo'l mehnatini kamaytirib, texnikalashtiraylik deganda qancha odam bizni qarg'adi. O'zingiz guvohsiz-a shunga. Endi mana hozir o'zimiz ko'rib turibmiz. Men har doim aytaman, xo'p bo'pti. Ayollarimizni rizqini qiyayotgan bo'lsak, bu minglab piyoz ekayotgan dehqonni oilalari, ayollari, bolalari-chi, ular nima bo'ladi endi? Bankrot bo'lsa, ular qaqshaydimi? Endi O'rmonali aka, eng avvalo sizga kattakon rahmat. Shu narsalarni aytib, jamiyatda bir nima deydi, dunyoqarashini o'zgartirishga katta hissa qo'shyapsiz. Katta rahmat. Baraka toping. Endi har qanday rivojlangan davlat hammasi shu yo'lni bosib o'tgan. Bo'ladi, bu jarayon protsess. Usiz iloji yo'q. Nimaga desa, baribir shu qishloq xo'jaligidan
nima deydi? Texnikalashtirish tizimiga tizimiga o'tib, u aholini kuchi industriyaga sarflansa, bu keyingi etap davlatning rivojlanishi degan gap bu. To'g'ri. O'sha tadbirkor rivojlanadigan bo'lsa, yaxshi bir qiymat yaratsa, ish o'rni yaratsa, o'sha ayollarimiz ishlaydi-ku o'sha yerda. Ish o'rni yaratsa, to'g'rimi? O'rtoqlar, biz bu gapni qaytarib aytishdan charchamaymiz. Sanjar akalarga ham alohida rahmat. Biz gapirgan bo'lsak, bular ish bilan amaliyot bilan shu narsani olib keldi shu yerga. Birinchilardan bo'lib olib kelib, ko'zimiz bilan ko'rsatdik. Ha, to'g'ri. O'zlari aytgandek tazyiqqa uchradik va bu standart holat ekan. Mana o'zlari dunyo tajribasiga ega, bir necha yildan beri xorijda ishlab keladi, o'qib keladi. Demak, davom etamiz. Endi Amazon korxonasini mahsulotlari bilasizlar, bu juda ham katta qiymatga ega. Buni ham o'sha praktikasi bor. Bu Agroverda ham bor ekan. Bu ayniqsa o'sha mineral o'g'itlar sepadigan uskunalari juda ham mashhur dunyoda. Bularning eng katta yutuqlaridan bittasi. Endi yana bitta korxonamiz bor. Afsuski biz adashmasam ularning mahsulotini olib kelishga ulgurmadik. Bu Kroni nimasi zavodi. Shu haqda ozgina ma'lumot bersangiz, ularda представительlar bor, keyin bir gaplashamiz. Bu dunyoga mashhur kompaniya bo'lib, ular faqat shu chorva uchun yem yetishtiradigan, shu yem yetishtirishda mexanizatsiyalashtirilgan firma. U o'rishdan boshlab makkani silos qiladigan press-подборщиклari faqat shu narsa bilan shug'ullanadi. Boshqani qotirmaydi. Boshqa nimasi ham yo'q. Demak, fokus o'sha yerda. Fokus o'sha yerda. Chuqur spetsializatsiyalashgan. Mana shu gapda jon bor ekan. Biz ko'pgina korxonalarda ko'rdik. Yevropada bilmadim, bu balkim tendensiyadir. Bitta yo'nalish bo'yicha katta fokus bergan. Juda katta 150 yillik ilmi o'sha yo'nalishga qaratilgani bor. Kron korxonasida ham xuddi shu narsa yo'lga qo'yilgan. Dostonbek ham sherik kelgan ekan, hozir bir og'iz gaplashamiz. Yana rejalarni bilamiz. Qani nima rejalar bor, nima qo'yilgan. Mana shu yerda o'zlari turibdi. Dostonbek, baraka toping. O'zbekistonga xush kelibsiz endi. Va alaykum salom. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Bu yigit bilan bo'lgan suhbat, rahmat. Bu yigit bilan bo'lgan suhbat yaqin vaqtda chiqadi. Sanjar aka biz suhbat qilganmiz u yoqda. Kroni demak, birinchi lardan bo'lib kirib kelyapti. Avval O'zbekistonda bunaqa bir korxona bilan muqim shartnoma qilib kirib kelgan emas, ha? Shunaqami? Официальный представителimizni, hamkorimiz endi Raiffeisen bo'ladi. Biz shu bir oy oldin shartnomani уже imzo qildik. Bugun yana hammasini rasmiylashtirdik. Xudo xolasa endi shu qisqa vaqtda ichida hammasi nima bo'ldi-da? Ulgurilmadi mana bu ko'rgazmagacha. Shu nimaga? Restavkaga texnika bilan kelishgan, lekin biz misol kollegalar bilan keldik Germaniyadan turibmiz. Juda ham yaxshi atmosferada. Albatta. Zo'r. Misol biz xursandmiz, rahmat sizga. Baraka toping. Endi texnikaga kelgan bo'lsak agar biz shu faqat chorvadorchilik yo'nalishi bo'ylab ishlaymiz. Kasilkadan boshlab karma borishlik kombaynlargacha bizda bor. Endi bizda 240 ta model bor. Kichkina dehqon xo'jaligidan boshlab holdinggacha katta производительный, misol hajmi katta xo'jaliklarga misol biz spokойно texnika chiqarib olasizlar. Chunki u yerda juda ko'plab hali turlari bor ekan. O'ylaymanki Sanjar aka bu o'sha turlarda bir nechtasi keyingi yilda nasib etsa, birinchi yarim yilligida nasib etsa. Xudo xolasa endi bizning birgalikdagi hozir planimiz nima ofitsialniy tomonlarni hozir dokumentatsiyalarni nimalarni qildik, shartnomalarni endi bir guruhga nima qilib sotuvchilar yoki mexaniklarni nimaga o'qishga jo'natish. Shu mashinalar bilan yaxshi tanishib, nima qilib ertaga mashinalar kelgandan keyin biz tayyor turishimiz kerak. Shu xudo xolasa endi keyingi. Juda ma'qul. Biz voqealar rivojini kuzatib boramiz o'rtoqlar. Kronini biz o'zimiz ko'z bilan ko'rdik. Sizlar ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Keladi. Endi bu yoqqa shunday keraklik, mana bu joy Raiffeisen Waren jamoasiniki. Katta rahmat Raiffeisen Waren jamoasiga. Shunaqa O'zbekistonda dunyoning eng oldi brendlarini olib kelib, bizni fermerlarimizni rivojlanishga qo'shayotgan hissasi uchun. O'zbekistonga kelgan har bitta shu jamoa a'zolariga alohida tashakkur bildiraman o'zbek fermerlar va o'zbek xalqi nomidan. Bu qo'shayotgan hissasi uchun va Raiffeisen Waren yo'ldosh akam, Sanjar akamiz, Nodira, bechora hammasiga Nodirada bu yuguradigan, qo'yadigan va Raiffeisen Waren jamoasi, mana Mustafa akamiz boshchiligida bu yerda Sardor akamiz hammalari shu yerda yurishdi. Bularning hammasining maqsadi shu birgalikda shu o'zbek fermerlariga, o'zbek agrobiznesiga o'zini bir salmoqli hissasini qo'shish.
omad tilaymiz. Bizni qo'limizdan qanchalik kelsa biz yordamga tayyormiz va o'ylaymizki bundan keyingi bo'ladigan rivojlanishda ham Dostonbekka o'xshagan bizning qardoshlarimiz shu yoqqa borib ishlashyapti. Hamjihatlikda O'rta Osiyo ham dunyo bir arenalarga chiqib, jahon andozalariga mos bir tadbirkorlik jamoasi bo'ladi degan katta niyatdamiz. Qani o'rtoqlar, ketdik. Agon. Qishloq xo'jaligi bilan shug'ullansangiz, ushbu texnikalar haqida eshitgansiz. Lekin ularni hayotda ko'rganmisiz? Har bir detalni, har bir texnikani o'zingiz tekshirish imkoniyati faqatgina shunday safarlardagina beriladi. Raiffeisenwaren bunday agroturlarni muntazam o'tkazib boradi. Agar siz ham o'z ko'zingiz bilan ko'rishni istasangiz, video ostidagi kontaktlar orqali bog'laning. Всем спасибо, hammaga katta rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat katta. Sog' bo'linglar, o'rtoqlar. Rahmat hammaga.